Assalomu alaykum. Islomjon.uz kanali obunachilari hamda bizni muntazam kuzatib borayotgan akalar, ukalar, arashan ishqozlar, hisor ishqozlar. Akalar, bugun hafta kuniga juma 13-mart 2026-yil biz video syomkamizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'zimizning xonadonimiz Shahand qishlog'ida olib boryapmiz. Toza hisori arashan boqaman degan aka-ukalarimiz shu videoda oxirigacha ko'rish tavsiya etaman. Akalar, o'tda go'zalini olib kelib qo'ydik. Xudo xolisa ona bola arashan. Mashalloh. Qaranglar, bola arashan akalar. O'tda dahshat qo'chqor qo'shib tushirilgan narsa. Mana qaranglar, yirikligini qo'zini, quloqlari ham o'tda chiroyli, mo'shni shalpon quloq tushgan qo'zimiz. Mana ona akalar, ona ham o'ta shalpon quloq mana. Bak. Mashalloh mana. Birinchi bolasi onasini. Mana onani qaranglar quloqini, tashab turishlarini. Joylashtirishlar. Onani bo'yini hozir parametrlarni o'lchab o'tamiz. Qo'zini qaranglar, zotga. Mashalloh. Haqiqiy go'zal. Haqiqiy toza arashan go'zalidan boqaman deyotgan aka-ukalarimizga shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Quloq tashab turishlarini qaranglar akalar. Qo'zi svetli, brendi. Onani qulog'i 20 plyus. Mana. Kalla garbonoslar o'ta cho'tki. Murodjonga har doimgidek bitta like, ya Murodjon? Kichkina bola bo'lib qo'ydi. Dahshat tushadi. Qo'ylar o'rgatib olyapti yem berib. Mana. Akalar, gigantidan, uzunidan, elitasidan boqaman deyotgan qidirib yurgan aka-ukalarimizga ona bolasi. Yoshini ham qaranglar, birinchi tug'ish akalar mana shu qo'chqorni. Bolani ham o'ta dahshat tushirgan akalar. Onasining dumbasi razrez bo'lsa, bolasi ham razrez tushadi degan. Inshaalloh mana sababi qilingan. Alloh taolo mana onasini o'z razrez dumbali arashan qo'chqorimiz tushgan. Mashalloh. Onasini ham oyoqlarini ko'ryapsizlar, yo'g'on, xudo xolisa bo'ylari ham baland qo'y. Hop, bo'ylarini hamma yo'g'ini o'lchab o'tamiz. Jonivorni to'shlarini qarang, qo'zini. To'shni. Haqiqiy ideal. Zo'rini boqaman deganlarga mana simjini. Akalar, mana o'sha toza ona bolani arashanidan kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Narxi O'zbekiston bo'ylab $1,500 dastavka qilib beramiz. Onani qulog'i 21, bo'yi 90 ga yaqin. Boloniki ko'ryapsizlar o'zlaring. Haqiqiy zo'rini elitani qidirib yurgan aka-ukalarimizga zo'ri elitasi akalar mana. Mashalloh. Aloqa chiqarasizlar akalar. Mana akalar, navbatdagi arashan qo'yimiz. Bu toza arashan emas akalar, pol arashan, afg'on bilan arashandan tushgan so'lig'imiz inshaalloh. Tug'dirib, maza qilib qo'yib olaman degan aka-ukalarimizga tug'dirgandan keyin o'zimda yaxshi qo'chqor bor deb qo'shaman deb qidirib yurgan aka-ukalarimizga tavsiya etib o'tamiz. Stoykalari ham o'ta go'zal qo'yimizda. Turishlari ham o'ta tikka narsa mana. Haqiqiy zo'r akalar. Kalla garbonoslar hamma yo'g'i kelgan jonivorni. Mana. Oxi yuzi o'sha zo'ridan da xolos. Mo'yinlar tulyapti. 2 dona munchog'i tumori bor o'zini. Qiziqqanlarga tumorlisidan boqaman degan qiziqqan aka-ukalarimiz bor, o'shalarga bemalol qo'yimiz tushaveradi. Kastaklari ham o'ta tekis. O'ta chiroyli narsa, korpusi ham hamma yo'q. Bu mana tikka razrez akalar. Aqabaqa qiyshimiz, oyoqda yo'g'onliklari, oyoqda orasini kengligi. O'ta go'zal narsa jonivor. Mana akalar. Aynaqa tozasidan, svetligidan, go'zalidan boqaman deb qidirib yurgan aka-ukalarimizga narxini $850 qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Qo'yimiz bo'g'oz, inshaalloh. Maza qilib qo'yib olaman degan aka-ukalarimizga tavsiya etamiz. $850 O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Aloqa chiqarasizlar akalar. O'ta brendi va svetli akalar. Yoshlari 6 tish, bo'ylari 85 plyus. Va bo'ylarini ham o'lchab qo'yamiz akalar. Metrimiz yerda akalar. Bo'ylari mana 85 plyus, 90 ga yaqin jonivorimiz. Mana shunaqa brendidan qidirib yurgan aka-ukalarimiz mana taglari oq. Mana taglari oq, kalla oq akalar. Dumba oqchi. Anaqa svetlidan so'ragan aka-ukalarimiz ko'p edi. O'sha aka-ukalarimizga maxsus qo'ydi zo'ri. Inshaalloh bemalol aloqa chiqarasizlar.
Narxi O'zbekiston bo'ylab 850 dollar. Bo'ylari o'sha 85 plus. Yoshi 6 tish 3-qoringa bo'g'oz qo'yamiz. Xudo xolasa, kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Go'zal akalar qo'ydi, go'zal. Akalar mana navbatdagi arashan qo'chqorimiz. Qorasidan toza chistasidan so'ragan akalarimiz mana. Qaranglar, mashalloh, yaltillab yotibdi jonivor. Toza simjunidan, yiltiridan, zo'ridan so'ragan aka-ukalarimizga. Qulog'i 20. Yosh 9 oylik, 8 oylikdan o'tgan qo'zimiz. Mashalloh, o'ta yirik narsa. Yoshiga nisbatan o'zida go'zal narsa akalar. Ishqozlari aloqachi qo'raslar haqiqiy mana shunaqa elitasidan, uzunidan. Kalla garbonusda ham qaranglar, mashalloh. Haqiqiy ideal variantda qo'chqorimiz. Yunglarni qaranglar, altillab yotishini. Yiltiridan zo'rida olaman degan aka-ukalarimizga tavsiya etib o'tamiz. Jonivorimiz haqiqiy mazza qilib qo'shib baraka topadigan narsa akalar. Yoshi 8 oylikdan o'tgan qo'zimiz. Zo'ri qora variantidan, o'haliq akalarimiz suyadigan variantidan. Hozir dumma ishlarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Akalar qo'chqorning uzunliklarini qaranglar. Yaltillab turishini, yaltillab yotibdi jonivorimiz. Mana dummalari ham toza raketa dumbada. Tikka dumbada. Mashalloh, kallarni qaranglar, quloqni qaranglar. Qo'chqorimizga qarashini. Yoshlari ham o'ta yosh. Mana jonivorimiz. Yaltillashini qaranglar. Toza simjinidan so'ragan aka-ukalarimizga toza simjin variantda. Yalt qiladi jonivor. Qiziqqanlar bemalol aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa hozir parametrlarni o'lchaymiz. Mana akalar qo'chqor. Haqiqiy ideal jonivor. Hozir buni parametrlarini o'lchab o'tamiz aka. Mashalloh. Mana yungini qaranglar, yaltillashini jonivorni. Kalla oshlari ham o'ta toza. Qulog'i 20 akalar mana. Quloq joylashlari ham chotga yarasha. Ular sal pastga tush. Bah. Mana. Ko'ringlar, quloq joylash, sholpon quloq haqiqiy idealida. Mana. Jonivor. Mana kalla oshlari ham akalar ideal, toza yiltirida inshaalloh. Yaltillab yotibdi. Quloq joylashlari ham mana ko'zdan pastda akalar. Zo'rini mana shunaqa tozasini boqaman degan aka-ukalarimizga mana toza simjon akalar. Yaltillab yotibdi. To'shlari ham baqa chiqqan to'shda mana. Bo'ylari mana 9 oyga yetmagan qo'zimiz qo'lingdan olmaja, o'zlari ko'rib olishadi. Mana bo'ylari 90 akalar. Mana metrimiz, mana parametr 90. Kimga ma'qul kelsa aloqa chiqarasizlar. Haqiqiy zo'rini boqaman degan aka-ukalarimizga tavsiya etib o'tamiz. Tozalari mana shunaqa elitalar akalar. Kallasini sal baqa burchimiz. Ana. Kalla garbonus ham haqiqiy burgut kalla akalar. Narxi O'zbekiston bo'ylab 1200 dollar. Dastavka qilib beramiz, aloqa chiqarasizlar akalar. Akalar mana navbatdagi arashan qo'yimiz, xudo xolasa, o'ta dahshati. Quloqlari 20 jonivorimizda. Yoshlari 2 tishdan 4 tishga o'tyapti, yangi. Birinchi qoringa bo'g'oz inshaalloh. Qo'chqorda o'ta dahshat qo'shilgan oyoq qo'li baquvvatligini qaranglar. Mashalloh, bo'ylari 85 plus qo'yimizda. Haqiqiy zo'ridan, idealidan boqaman degan aka-ukalarimizga zo'ridan, ideallardan olib kelib qo'yganmiz. Bemalol aloqa chiqarasizlar, mana yaltillashini qaranglar. Toza simjun chistata akalar. Kallani ham chiroyliligini qaranglar. Kalla oshlari ham juda chiroyli qo'yamiz. Mana kalla quloqlari hamma yo'g'i ideal qo'yamiz. Haqiqiy zo'r akalar. Dumbalari ham o'sha tikka yorma dumbadan xudo xolasa inshaalloh mana. Tekis tikka yorma dumba. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar, mana shunaqa tozalari, yiltirlaridan boqaman degan oyoq qo'li baquvvatidan boqaman degan aka-ukalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Kallani qaranglar akalar. Xudo xolasa tozasidan inshaalloh. Yoshlari ham yosh, bo'ylari 85 plus. O'zlari ham
ideal qo'y. Buni bo'g'ozligi naq. Buni makka mushobdir. Makka mushab. Mana akalar bezlar ham. Tug'ay deb turibdi, xudo xolasa bir oyga qolmay tug'adi qo'yamiz. İnşallah zo'rada. Mana yaltillashni qaranglar jonivorni. Yaltillayotibdi mana. Quloq joylashlari ham o'ta cho'tga qo'ydi mana. Mana. Quloq joylashlari ham zo'r. Liniyasi legenda liniyadan akalar. Hamma yo'q kalla boshlari ham juda chiroyli qo'yamiz mana. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarsa tushlari o'sha baqa chiqqan. Tushdan sog'lig'imiz. Haqiqiy mana shunaqasini qidirib yurgan aka-ukalamizga shu video jo'natib qo'yasizlar. Narxi O'zbekiston bo'ylab akalar $700. Kimga ma'qul kelsa aloqa chiqarasizlar. O'ta dahshat xudo xolasa. Maza qilib qo'yib olaman degan aka-ukalamizga yosh akalar, birinchi tug'ishi, bolasini olib ko'paytirib maza qilib yurasizlar. Telefon qilaverasizlar akalar. Akalar mana navbatdagi arashan sog'lig'imiz mashalloh gigantidan zo'ridan boqaman degan aka-ukalamizga. Bo'ylari 90+, kilolari taxminan 115-120 kilo atrofida. Buni tashqariga olib chiqqan, tashqarida Murodjon ushlab tura olmadi, Murodjon. Katta ekana baquvvat. Nech kilosan Murodjon? 25. 25 kilo. Sog'lig'imiz 115 kilo aka. Akalar, u действительно u narsani ilojisi yo'q edi. Bir arashanchi akamizning xonalaridan ham chiqqan, xonadonlardan ham chiqqanmiz. Namangan o'zimizning shaharimizdan chiqqan. Mashalloh, bitta qo'ygan like bosib qo'yasizlar. Haqiqiy zo'rini boqaman degan aka-ukalamizga jo'natib qo'yasizlar. Kastexlarda yo'g'onliqlarni qaranglar. Dumba ham tikka mana. Tikka razrez, xudo xolasa cho'tki narsa. Haqiqiy mana shunaqa zo'ridan, gigantidan, o'ta yirigidan boqaman degan aka-ukalamizga shu video jo'natib qo'yasizlar. Mana shu qo'yimiz ham sotiladi, olib chiqqanmiz. Ona bir sherigi, u ham sotiladi. Buni trexvesi bir taxminan 120 kilo nari beradi. Bu boladan ajradi. Ona yelinini ko'ryapsizlar akalar, bolasini bermadilar. Sog'liq tuqqan ekan, o'zim qo'yib olaman deb bermadilar. Bolani ama ideal bergan akalar. Mana bu narsa cho'tki narsa akalar. Kim qiziqqan bo'lsa aloqa chiqarasizlar shu oq yuzdan, zo'ridan qiziqqanlar mana. Bir jup. Ikkoni bir joyga olaman desalar ham bo'ladi. Mana uni qaranglar. Bu o'zi tula bo'lgan akalar. Oni ham o'zi tulayapti, mana qaranglar. Mashalloh, haqiqiy zo'rlar. Bu qo'chqor bilan yurgan akalar. Bunisi inshaalloh bo'g'oz, o'ta katta 1 metr plus gigant qo'chqorlari bor edi. O'sha bilan hamma qo'ydi ichida yuradi qo'chqor. Inshaalloh qochib bo'lgan. Ammo biz o'zi-bizni qildirmadik, ammo inshaalloh bo'g'oz. Lekin shu narsa deb sotamiz. Kalla garbonoslari ham akalar mana. Ideal narsa, o'ta katta narsa. Asha bola ko'ryapsizlar, bo'ylari 90+ qo'yimizda. Kilosi 125 kilo. Narigisi bunisi 120 kilo bo'lsa kerak, taxminan. Allohu alam. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa narigisini ham olib ko'rsatamiz. Mana akalar, keyingi sherigini ham ushatib qo'ydik. O'zim ushlash bermasam jon qiynalyapti, Murodjon. Buni bo'ylari taxminan hozir o'lchab ham qo'yamiz. 95 ga yaqin bo'lsa kerak. Mana qaranglar. Bu liniyasi bor. Aniq qirg'izdan o'zimiz olib kelib berganmiz akamizga. Mana dumba razrez mana dakansa akalar, chizig'i tepagacha. U dumbasi pastaligiga nisbatan ko'pchilik qochmay qoladi, bunaqa degan gap yo'q. O'sha qochib bola tuqqan ana shu yelini akalar. Emizib turgan holatida kecha kuni bolasini ajratib olib keldik. Ikkovi ideal narsa, yoshlari akalar. Bu 6 tish, narigi 8 tish. Kimga qiziq bo'lsa aloqa chiqarasizlar, haqiqiy gigantidan, elitasidan. O'ta yirigidan sog'liqni boqaman degan aka-ukalamizga mana zo'rlarini olib chiqib kelib qo'yganmiz. Mana junni yungni qaranglar akalar. Mashalloh, makkamni o'xshab turibdi. Mana qaranglar akalar. Mana o'zi tulayapti qo'yimiz mana. Tulab inshaalloh o'ta zo'ridan boqaman deganlarga mana zo'rlar. Dumbalari ham mana makka o'xshab turib, oyoq qo'llari ham o'ta baquvvat sog'liqlar. Mana dumbalari ham razrez tepagacha takansa mana. Qo'yaveraman Murodjon. Qo'yaveraman. Qo'cho. Mana. Ikkoni ko'ringlar. Haqiqiy zo'rlar akalar. Bo'ylari 90+, trixveslari 115-120 kilo nari beri qo'ylarimiz.
Mana o'sha bola emizib turgan holatda shunaqa akalar 110 kilo nari beradi. Mana. Kimga qiziq bo'lsa aloqachi qo'rasizlar. Narxini O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bilan $2000 qilib beramiz akalar. $2000 bo'lishi telefon qilaverasizlar. Toza arasha olaman deb qidirib yurgan aka-ukalarga, do'st birodarlarga jo'natib qo'yasizlar. $2000 ga O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ichida akalar. Mana mashalloh. Bemalol aloqachi qo'rasizlar. Akalar mana navbatdagi sog'lig'imiz. Sorini tozasidan so'rab aka-ukalarimizga inshaalloh tozasini olib kelib qo'yamiz. Toza yiltiridan, o'ta yo'g'onidan. Mashalloh, ko'ringlar jonivorni. Baldoqlari ham bor, tumorlari mana. Haqiqiy gigantidan akalar. Yo'g'on sog'lig'imiz. Oldik tushlari ham o'ta polvon. O'zi tullaydigandan so'rab aka-ukalarimizga o'zi tullaydigan variantda so'ri sog'lom mana. Dumbalari ham tikka akalar. Haqiqiy zo'r. Kimga ma'qul kelsa aloqachi qo'rasizlar, mana shunaqa tozasidan qidirib yurgan aka-ukalarimiz. Bunga toza arashan qo'chqor qo'shilgan akalar. Qo'yimiz inshaalloh bo'g'oz. Kimga ma'qul kelsa aloqachi qo'rasizlar, yoshlari 6 tish akalar. O'ta go'zal qo'y. Qiziqqanlar maza qilib qo'y qilib olaman degan qidirib yurgan aka-ukalarimizga tavsiya etib o'tamiz. Shu o'zi to'laydigan variantidan jonivor. Mana qaranglar qo'ydi. Qo'ydi menga qarachi Murodjon. Ana. Tumorlari bor, kalla garbonuslari ham chiroyli akalar. Arash emas, arashanga adashtirmaysizlar. Xudo xolisa bu Hisor varianti. Bo'g'oz holatda, xudo xolisa kimga qiziq bo'lsa aloqachi qaslar. Jonivorni qaranglar. Mana. O'ta go'zal narsa. Murodjon, turishini qara. Ana uni qaranglar. Haqiqiy elitasini boqaman degan aka-ukalarimizga yoshi 6 tish toza arasham qo'chqorga qo'shilgan. Narxi akalar O'zbekiston bo'ylab dastavkasi mana 6,5 million. Kimga qiziq bo'lsa aloqachi qo'rasizlar, bo'lish akalar 6,5 millionga dastavka qilib beramiz. Toza Hisori sog'liqdan mana. Yuzini menga urib qo'y Murodjon. Mana, tug'ib bersa inshaalloh bolasini o'zi $1000 tushsa. Qo'chqorda zo'r qo'shilgan akalar. Telefon qilsalaring, qolgan ma'lumotni o'sha qo'chqorlarning videosi bor, tashlab beraveramiz akalar. Mana. Haqiqiy elita Hisori sog'liq.